Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar, tinglovchilar. Bugungi bajaradigan ishimiz 5 million sun'iy intellekt platformasidan sertifikatni tezda olish usulini o'rgatib chiqaman. Uning uchun Google platformasini ishga tushiramiz va bu yerda AI deymiz, Ladders degan platformaga kirib olamiz. AI Ladders. Undan so'ng kirish degan tugmani ustiga bosamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tishda bizga pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Pasport ma'lumotlarimiz oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, tizimdan chiqish qilib, uni ham alohida agar tushunmagan insonlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaring, tushuntirish videosini qilib berishga harakat qilaman. Demak, men o'zim buffer adminaga ID raqamlarni, ma'lumotlarni saqlab qo'yganman. Uning uchun pusk V tugmasini, bayroqcha va pusk V tugmasini bosgan vaqtimda chiqib keladi. Pasport ma'lumotlari to'ldirish boshlayman. 17.04.81 yil ekan. 81 4-oy 17. xodim deyman. Siz istaganini bosishingiz mumkin. Maktab, student va boshqa deganlari bor. Xodim sifatida kiritdim. Ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Saqlang tugmasi bosiladi. Xodim haqida ma'lumot to'g'ri ekanligini tekshiramiz. To'g'ri. Keyingi tugmasini bosamiz. Va bu yerda pochta. Mana shu pochta muammosi bo'lib kelmoqda. Ko'pchilik mendan so'raganda, pochtani qanday qilib hal qilyapsiz? Buni yo'li oson. Google'da yangi bo'lim ochib olamiz, belisini bosib. Bu yerda Mail temi degan, ya'ni mana shu platformaga kirib olamiz. Mail temi. Bu sizga vaqtinchalik elektron pochta yaratib beradi. Mana bu yerda akkaunt nomi turadi. Shu yerga bosib, yangi akkaunt yaratish tugmasini bosamiz va bu yerda akkaunt nomini kiritishni boshlaymiz. Ya'ni akkaunt nomini shu xodimning nomidan kelib chiqib kiritamiz. Oxirida ixtiyoriy iloji boricha takrorlanmas raqamlar terib qo'ysangiz qulayroq bo'ladi. Va pastda parol o'ylab topamiz. Ochish tugmasini bosamiz. Saqlang qilamiz. Mana akkaunt ochildi. Bundan nusxa olamiz. Ctrl S va qaytib o'tamiz AI Ladders platformasiga. Elektron pochtani saqlaymiz, joylashtiramiz. Bu yerda telefon raqam, ixtiyoriy telefon raqam. Bu yerda nomer, ya'ni parol o'ylab topishimiz kerak. Parolda men o'zim o'ylab topganim bor, shuni qo'yib qo'yaman. Keyingi tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tdingiz, tasdiqlash uchun bizga SMS xabarnoma akkauntimizga yuborish haqida so'ralmoqda. Yuborishni, demak, tushundik. Yuborish tugmasini, yana tasdiqlash tugmasini bosaman. Yuborildi. Elektron pochtani ochib tekshirib olamiz. Refresh. Yana elektron pochtamizga xabar keldi. Bu xabarni ochib, mana bu manzildan, URL manzildan nusxa olamiz. Ctrl S bilan nusxa olamiz va plus tugmasini bosib, mana bu yerga Ctrl V bilan olingan nusxani joylashtiramiz. Enter tugmasini bosamiz. Platformadan to'liq ro'yxatdan o'tib oldik. Endi biz yo'naltiruvchi har bir kurs mavjud. Bu yerda 5 ta kurs bor, bepul kurslar. Birinchi kursni tanlaymiz. Bu Coursera platformasiga yo'naltiradi. Bu yerdan ham ro'yxatdan o'tib olamiz. Iloji bo'lsa tezroq ro'yxatdan o'tish uchun buni ustiga bir marta bosdim. Ro'yxatdan o'tish buyrug'i mana, buni ustiga bosaman. Bu yerda kiritmoqchi bo'lgan shaxsimizni, ro'yxatga o'tmoqchi bo'lgan kishining familiya, ismi, sharafi, bu yerda elektron pochtasi va bu yerda parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. 3 ta narsani to'ldirib oldik. Endi tasdiqlaymiz. Tasdiqlandi, ro'yxatdan o'tildi. Endi elektron pochtaga to'liq tasdiqlanish uchun xabar yuboriladi. Shu xabar orqali kirishimiz to'g'ri keladi. Yuborish, elektron pochtaga xabar yuborish tugmasini bosamiz. Saqlang tugmasini bosamiz va elektron pochtamizdan yana bir marta kirib tekshirib, shu kelgan manzilni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana oxirgi kelgan xabar, shu xabarni ochamiz. Elektron pochtani tasdiqlash, ulash, ya'ni ulaymiz.
Mana ulandi elektron pochta. Direkt orqaga qaytish, Kausera platformasiga qaytish tugmasini bosamiz. Kausera platformasiga o'tib oldik. Uni tasdiqlab, ana endi kursimizni boshlasak bo'ladi. Kursni boshlash qilamiz. Bitlichkani qo'yamiz, start tugmasini bosamiz. Kursimiz ham boshlandi. Bu yerda hozir bizga videolar va oraliq savollari beriladi. Men bajargan ketma-ketlikda xuddi shunday bajarsangiz, to'g'ri, aniq bajarilgan bo'ladi. Iloji boricha videolarni ko'rish shart emas. Buni 2x qilib, videoni oxiriga qo'yib ketirib bossak ham o'tib ketaveradi. Start. Xuddi shunday tartibda videolarni o'tkazib yuboramiz. Birinchi nazorat savoli. Ushbu savolning javobini men sizlarga yozib belgilab, oson usulda eslab qolish usulini ham ko'rsataman. Oxirida audio and video degan savolni to'g'ri javob hisoblanadi. Shu savolga javob qo'yamiz. Xodimning ism familiyasini yoki ismini qo'yib qo'yamiz. Dilorom edi, adashmasam. Keyin shundan nusxa olib qo'yamiz. Ctrl S bilan belgilaymizda nusxa olib qo'yamiz. Chunki 4 ta test bajaramiz, har biriga yozib o'tirmaymiz. Submit jo'natish qilamiz. Mana javob to'g'ri chiqdi. Keyingisiga o'tamiz. Videolarni xuddi shu tartibda, boyagi tartibda o'tkazib yuboramiz. Uzog'i bilan 10 daqiqa ichida sertifikatimiz chiqadi. Ikkinchi oraliq testi. Ushbu testning javobini o'zi ko'rsatib beraman, ko'rsatganimdek bajarasiz. Demak, bu yerda use and generative degan so'zga e'tibor qilasiz. Boshqalarda qatnashmagan shu so'z borini belgilab, pastda ismingizni yoki familiyangizni qo'yib, submit tugmasi bosiladi. Tasdiqlandi. Keyingisiga o'tamiz. Uchinchi nazorat testi. Ushbu testning javobi mana qavuschada or find trend degan so'z mavjud. Mana shu so'z borini eslab qoling. Shuni belgilaysiz. Bu yerda yana ismimizni qo'yamiz va tasdiqlaymiz. Next. Xuddi shunday boyagi tartibda videolarni o'tkazib ko'ramiz. 4-chi oxirgi testimiz. Bu testni ikkita test beriladi. Hozir qaysilari javob ekanligini ko'rsatib o'taman. Demak, bu yerda bitta noto'g'ri javob bor, qolganlar hammasi to'g'ri javob. Mana bu yerda match data degan savol oxirgisi eslab qoling. Mana shu noto'g'ri, qolganlari ham barchasi to'g'ri hisoblanadi. Bu yerda esa money ways, bu mana shu so'zga kalit so'z sifatida olib qo'ying. Eslab qolsangiz, mana shu so'z to'g'ri. Mana shu javob. Demak, ismimizni yozib tasdiqlash qilamiz. Tasdiqlandi. Javobimiz to'g'ri chiqdi, 100%. Tugatish qilamiz. Yakunlandi mana ishimiz. Ana endi sertifikat yuklab olishni ko'rsataman. Agar sertifikati sizda ham xuddi shunday birdaniga sertifikat chiqmasa, bu yerda akkaunt nomingiz ustiga bir marta bosasiz. Bu yerda sertifikatlarim bo'limi bor, yutuqlarim, ya'ni shu bo'limga bosamiz. Bizga ismingiz, familiyangizni qo'ying deydi. Ism familiyamizni kiritib olamiz. Bu yerda ism yozmasak ham bo'ladi, saqlab olamiz. Otchestvoyingizni qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bu yerda familiyangizni kiritib qo'yasiz. Dilorom Xudoyberdiyeva. Demak, tasdiqlaymiz. Submit tugmasini bosamiz. Tasdiqlandi. Mana sertifikat chiqdi. Sertifikatni yuklab olish tugmasini bosamiz. Yuklab olish tugmasini bosamiz.
Bizga fayl yuklanishdi, chiqib turibdi. Yuklab, ushbu fayl nomini o'zimiz nom bilan saqlab qo'yamiz. Saqlang tugmasini bosamiz. Xuddi shunday tartibda hozir xuddi shunday nomda yana bor ekan. Mayli, bunisini 1 deb qo'yamiz. Bo'ldi, saqlanadi. Bo'ldi, saqlandi. Endi bunisidan chiqamiz. Qolgan akkauntlarimizdan kirib, Outlook chiqib ketish tugmasini bosib, barchasidan chiqib ketib olamiz. Keyingi safar yana kirib, sertifikat olishga harakat qilganimizda akkaunt chiqib turmasligi kerak. Bo'ldi, hammasidan chiqib oldik. X ni bosib, ishimizni yakunlasak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bosib qo'ying.